Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolar, nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap 2026 yil 20 iyuldan pensionerlar uchun kutilayotgan yangi talablar, hujjatlarni tartibga solish, ma'lumotlarni yangilash va pensiya to'lovlarida muammo chiqmasligi uchun hozirdan tayyorlanish haqida ketadi. Bu ma'lumot bevosita har bir oilaga tegishli. Chunki bugun siz pensioner bo'lmasangiz ham uyingizda ota-onangiz, buyingiz, bobongiz, nogironligi bor qarindoshingiz yoki pensiyaga chiqish arafasida turgan yaqin insoningiz bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling. Like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta yangilanmagan pasport ma'lumoti yoki bitta mos kelmagan bank rekviziti pensiya to'lovida kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Avvalgi yillarda ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek olib kelgan. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma orqali. Fuqaro bir marta hujjat topshirgan, pensiya tayinlangan. Keyin esa yillar davomida faqat pulini olib yuravergan. Ko'p hollarda odamlar o'z ma'lumotlarini yangilashga jiddiy e'tibor bermagan. Yashash manzili o'zgargan, telefon raqami almashgan, pasport yangilangan, bank kartasi muddati tugagan, lekin pensiya tizimidagi ma'lumotlar eski holatda qolgan. Endi esa davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, banklar, soliq, FHDYO, migratsiya va boshqa idoralar ma'lumotlari tobora ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari turli tizimlarda bir-biriga mos kelishi kerak. Agar bitta joyda ism sharif boshqacha yozilgan bo'lsa, bitta joyda tug'ilgan sana xato bo'lsa, bitta joyda pasport seriyasi eski bo'lsa, bitta joyda yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, tizim buni aniqlashi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytayotganim yo'q. Aksincha maqsadim oddiy. Pensiya to'lovingiz to'xtab qolmasin, ortiqcha yugur bo'lmasin, bank bilan pensiya bo'limi o'rtasida sarson bo'lmang. 2026 yil 21 iyuldan boshlab yangi tartiblar kuchayishi kutilayotgan bo'lsa, eng to'g'ri yo'l hozirdan hujjatlarni tekshirish, ma'lumotlarni bir xil holatga keltirish va zarur tasdiqlarni tayyorlab qo'yishdir. Avval pensionerlarning katta qismi faqat pensiya tayinlangan paytda hujjat bilan shug'ullangan. Masalan, mehnat daftarchasi, pasport, ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotnoma. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa yoki boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari topshirilgan. Pensiya tayinlangach, odam odatda faqat to'lovni kutgan. Agar muammo chiqmasa, hech kim qo'shimcha tekshiruv haqida o'ylamagan. Endi esa talablarning mohiyati boshqacha bo'lishi mumkin. Pensioner shaxsi aniqligi, tirikligi bo'yicha ma'lumot, yashash joyi, bank hisob raqami, nogironlik muddati, ishonchnoma haqiqiyligi, chet elda yashash holati, qo'shimcha daromad yoki ishga joylashish holati, oila tarkibi va boshqa ma'lumotlar elektron tarzda solishtiriladi. Bu pensiyani bekor qilish degani emas. Bu to'lovni aniq odamga to'g'ri miqdorda va qonuniy asosda yetkazish uchun nazorat kuchayadi degani. Masalan, pensioner pasportini ID kartaga almashtirgan bo'lsa, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan bo'lsa, karta orqali pul olishda muammo chiqishi mumkin. Yoki pensiya bo'limidagi ma'lumot va telefon raqami eski bo'lsa, xabarnoma boshqa odamga ketishi yoki umuman yetib bormasligi mumkin. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan. Lekin propiska va pensiya ishida eski manzil turgan bo'lsa, tekshiruv paytida tushunmovchilik yuzaga keladi. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan barcha fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa pasportini yaqinda almashtirganlar, bank kartasini yangilaganlar, yashash manzilini o'zgartirganlar, pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar va chet elga tez chiqib turadiganlar hujjatlarni tekshirishi shart. Ikkinchi toifa, nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda eng muhim masala tibbiy xulosa muddati. Nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi va elektron bazadagi ma'lumotdir. Agar odamning nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa-yu, bu ma'lumot pensiya tizimiga to'liq tushmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratgan holat, fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tgan, komissiya xulosa bergan, lekin u hammasi o'zi tushadi deb o'ylagan. Ba'zan tushadi, ba'zan esa
tasdiqlash yoki tekshirdirish kerak bo'ladi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan oilalar. Bu yerda farzandning yoshi, o'qish joyi, kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirayotgani yoki tugatgani muhim. Masalan, bola 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitob talab qilinishi mumkin. 4-toifa ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ba'zi pensionerlar yoshi katta bo'lgani, kasalligi yoki uzoqda yashagan sababli pensiyasini farzandi, kelini, nabirasi yoki boshqa ishonchli odam orqali oladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, notarial tasdig'i, bankdagi ro'yxatdan o'tishi va pensionerning o'z roziligi aniq bo'lishi kerak. Eski muddati tugagan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan ishonchnoma katta muammo keltirib chiqaradi. Agar pensionerning pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, bank kartasi faol, telefon raqami o'z nomida yoki doimiy ishlaydi, yashash manzili to'g'ri, pensiyani o'zi oladi, chet elda uzoq qolmaydi. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha muddatli hujjatlar yo'q bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Bunday odamlar uchun asosiy vazifa faqat ma'lumotlarni bir marta tekshirib qo'yish. Lekin men baribir menda hammasi joyida deb beparvo bo'lishni tavsiya qilmayman. Chunki ko'pincha muammo pensiyalarning aybi bilan emas, eski ma'lumotlar, arxivdagi xatolar, bankdagi rekvizit, familiya yozilishdagi farq yoki avtomatik tizimdagi nomuvofiqlik sababli chiqadi. Masalan, bir hujjatda o'g'li deb yozilgan, boshqa bazada o'g'li deb kiritilgan. 3-joyda esa umuman otasining ismi qisqartirilgan bo'lishi mumkin. Odam uchun bu mayda narsa, lekin elektron tizim uchun bu tekshiriladigan farq. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. U 2025 yilda ID karta olgan, lekin bankka borib yangi hujjat ma'lumotlarini yangilatmagan. Eski kartasi ishlayotgan bo'lgani uchun muammo sezilmagan. 2026 yil iyuldan keyin tizim shaxsni tasdiqlashni so'raganda bankdagi pasport ma'lumoti eski, davlat bazasidagi ma'lumot yangi chiqadi. Natijada bank qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Onaxon bir oy pensiyani kechikib olishi ehtimoli bor. Buning oldini olish uchun u hozirdan bankka ID karta bilan borib ma'lumotini yangilatib qo'yish kerak. Ikkinchi misol. 62 yoshli erkak boshqa viloyatdan Samarqandga ko'chib kelgan, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. U pul kartaga tushyapti-ku, manzilning nima farqi bor deb o'ylaydi. Farqi bor. Agar tekshiruv, xat, chaqiruv yoki ma'lumotnoma eski manzilga bog'langan bo'lsa, pensiyadan xabarsiz qolishi mumkin. Keyin nega menga aytilmadi degan savol tug'iladi. Shuning uchun yashash manzili o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumotni yangilash kerak. 3-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilada farzand 12 yoshga to'lgan va institutga kunduzgi bo'limga kirgan. Ona o'qishga kirgani bazada ko'rinadi deb o'ylaydi. Lekin to'lov davom etishi uchun ayrim holatlarda o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar bu hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtaydi. Keyin qayta tiklash mumkin bo'lsa ham, odam bir necha oy daromadsiz qolib ketadi. Eng to'g'ri yo'l o'qish boshlangan zahoti dekanat yoki o'quv bo'limidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olib tegishli joyga topshirish. 4-misol. Nogironligi bo'yicha pensiya oluvchi fuqaroning qayta ko'rik muddati iyun oyida tugaydi. U shifokorga kech boradi, komissiya navbati cho'ziladi. Hujjatlar iyulga o'tib ketadi. Shu orada to'lovda tanaffus bo'lishi mumkin. Bunday holatda fuqaro men kasalman, nega to'xtatishadi deb ranjiydi. Lekin tizim uchun asosiy narsa amaldagi tibbiy xulosa. Shuning uchun nogironlik muddati tugashidan kamida 1-2 oy oldin poliklinika, tibbiy komissiya va zarur tekshiruvlar bo'yicha harakatni boshlash kerak. 5-misol. Pensioner otaxon pensiyasini o'g'li orqali oladi. Ishonchnoma 2 yil oldin rasmiylashtirilgan va muddati tugagan. O'g'li esa odatdagidek bankka boradi, lekin pulni ola olmaydi. Bu yerda bank xodimi aybdor emas. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, u huquqiy kuchga ega emas. Shuning uchun ishonchnoma orqali pensiya olinadigan oilalar hujjat muddatini alohida daftar yoki telefonda eslatma qilib yozib qo'yishi kerak. Eng katta nozik jihatlardan biri familiya, ism va otasining ismi yozilishidir. Ayniqsa, eski pasport, yangi ID karta, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi,
mehnat daftarchasi va bank hujjatlarida yozilish bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida familiya kiril alifbosidan noto'g'ri transliteratsiya qilingan, pasportda esa boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda bu farqlar aniqlanmasa, keyingi tekshiruvda savol tug'diradi. Ikkinchi nozik jihat ish staji bilan bog'liq. Pensiyaga yangi chiqayotgan odamlar uchun 2026 yilga kelib ish stajini tasdiqlash masalasi yanada muhim bo'ladi. Eski korxona yopilgan, arxivga topshirilgan. Mehnat daftarchasida muhr-xira, buyruq raqami yo'q, ishga kirgan yoki chiqqan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Men har doim aytaman. Pensiyaga chiqishga 2-3 yil qolgan odam hozirdan mehnat stajini tekshirirsin. Chunki oxirgi oyda arxiv izlash juda qiyin. Uchinchi nozik jihat chet elda bo'lish bilan bog'liq. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashasa, ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, bank operatsiyalarini tasdiqlash yoki konsullik orqali hujjat yuborish talab qilinishi mumkin. Buni oldindan bilmagan odam pensiyasi nega kechikkanini tushunmay qoladi. Ayniqsa farzandlari Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda yashaydigan pensionerlar ularning yo'niga uzoq muddat ketadigan bo'lsa, pensiya to'lovi tartibini oldindan aniqlashtirish kerak. 4-nozik chat bank kartasi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank rekviziti o'zgargan, pensioner boshqa bankka o'tgan yoki karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu xavfli holat. Pensiya pensionerning o'z mablag'i. Uni boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, keyinchalik oilaviy nizo, da'vo yoki moliyaviy suiiste'mol bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga doim maslahat beraman. Kartangizni o'zingiz nazorat qiling. PIN kodni hech kimga bermang. SMS xabarnomani ishlaydigan telefon raqamiga ulang. 5-nozik jihat ortiqcha to'lov. Ba'zan odamga qo'ldan to'lanmasligi kerak bo'lgan summa xatolik sababli tushib qoladi. Masalan, farzand o'qishni tugatgan, lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi davom etgan. Nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov yana tushgan. Pensioner vafot etgan, lekin oila a'zolari pulni olishda davom etgan. Keyin davlat bu summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun tushdimi? Demak, meniki degan yondashuv noto'g'ri. Har bir to'lovning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Yoshi juda katta, harakatlanishi qiyin. Og'ir kasal yoki nogironligi bor pensionerlar uchun ayrim xizmatlar uyga borib ko'rsatish, vakil orqali rasmiylashtirish yoki elektron murojaat orqali hal qilinishi mumkin. Lekin buning uchun ham hujjat kerak. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy ma'lumot, ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni tasdiqlovchi hujjat. Agar pensioner savodsiz bo'lsa yoki hujjatlarni o'zi tushunmasa, farzandlari yordam berishi mumkin. Lekin farzandlar bitta narsani unutmasin. Yordam berish boshqa, pensioner nomidan hamma qarorni o'zboshimchalik bilan qabul qilish boshqa, bank kartasini olib qo'yish, pensiyani o'z ehtiyoji uchun ishlatish. Pensionerning roziligisiz ishonchnoma qilish yoki hujjatlarni yashirish katta huquqiy muammo keltirib chiqaradi. Agar odamning hujjatlarida xato bo'lsa, bu darhol pensiya yo'qoladi degani emas, xatoni tuzatish mumkin. Tug'ilganlik guvohnomasidagi yozuv, nikohdan keyin familiya, mehnat daftarchasidagi noto'g'ri sana arxiv ma'lumotidagi farq tegishli idoralar orqali aniqlashtiriladi. Faqat buni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: pensionerning shaxsiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Muddati tugamaganmi? Ism-sharif to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi? JSHSH raqami to'g'rimi? Agar ID karta olingan bo'lsa, bank va pensiya tizimida shu yangi ma'lumot aks etganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam: bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami ishlaydimi? Bankdagi shaxsiy ma'lumotlar yangi hujjatga mosmi? Agar pensioner kartadan foydalanishni bilmasa, unga oddiy qilib tushuntiring. PIN kodni hech kimga aytmaslik, bankdanman degan notanish odamlarga kod bermaslik, telefon orqali kelgan tasdiqlash raqamini hech kimga o'qib bermaslik kerak. Uchinchi qadam: yashash manzilini aniqlashtiring. Pensioner qayerda ro'yxatda turibdi, amalda qayerda yashaydi, pensiya hujjatlarida qaysi manzil ko'rsatilgan. Agar boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsa, davlat xizmatlari markazi Mayponkogov. Uz yoki tegishli pensiya bo'limi orqali ma'lumotni yangilash imkoniyatini tekshirtiring. 4-qadam: pensiya turiga qarab alohida hujjatlarni yig'ing.
yoshga doir pensiya bo'lsa, odatda shaxsiy ma'lumot va bank rekviziti muhim. Nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosa muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi muhim. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi, oila holati va ta'lim turi muhim. Ish staji bo'yicha muammo bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi hujjatlar va buyruq nusxalari kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Ishonchnomalarni ko'rib chiqing. Agar pensiyani boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganmi, notarial tasdiq bormi, unda aynan pensiya olish vakolati yozilganmi, bank uni qabul qiladimi? Ishonchnomani umumiy ishlarni qilish deb yozdirish ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda pensiya va bank operatsiyalari bo'yicha aniq vakolatlar ko'rsatilgani ma'qul. 6-qadam. Telefon raqamini yangilang. Ko'p odamlar buni arzimas deb o'ylaydi. Lekin bugungi tizimda telefon raqami juda muhim. Xabarnoma tasdiqlash kodi bank ogohlantirishi, davlat xizmatlari xabari telefon orqali keladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa ham ishlashi mumkin, lekin eng yaxshisi pensioner yoki ishonchli oila a'zosi nazorat qiladigan raqam bo'lsin. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekviziti, mehnat daftarchasi, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari alohida papkada tursin. Hujjatlarning telefon orqali rasmiy olingan nusxasi ham bo'lsin, lekin asl hujjatlarni ehtiyot qiling. 8-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Mahalladagi gap qo'shnining aytgani. Telegramdagi noma'lum xabar yoki hammaning pensiyasi to'xtarkan degan vahimali gaplarga darhol ishonmang. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank Mayt.guz. Rasmiy telefon raqamlari va mahalla mas'ullari orqali aniqlashtiring. Agar sizga biror xodim og'zaki gap aytsa, iloji bo'lsa, yozma tushuntirish yoki hujjat talab qiling. Agar ma'lumotingizda xato bo'lsa, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganda arizani aniq yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak: men falonchi pasport yoki ID karta ma'lumotlarimni yangilashni, pensiya to'lovlari bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirishni, bank rekvizitimni to'g'rilashni yoki hujjatlarimdagi tafovutni bartaraf etishni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Agar bank kartasi bilan muammo bo'lsa, avval bankka boring. Bankdan kartaning faol yoki faol emasligi, hisob raqami to'g'riligi, shaxsiy ma'lumot yangilanganini so'rang. Agar bank pensiya bo'limidan kelmagan desa, pensiya bo'limiga boring. Agar pensiya bo'limi bankdan muammo desa, ikki tomondan ham yozma ma'lumot olishga harakat qiling. Shunda masala tezroq hal bo'ladi. Agar nogironlik bo'yicha muammo bo'lsa, oilaviy shifokor, poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi va pensiya bo'limi o'rtasida hujjat yurishini tekshiring. Tibbiy xulosa borligi yetarli emas, u tegishli tizimda aks etgani ham muhim. Agar qayta ko'rik sanasi yaqinlashayotgan bo'lsa, navbatni kutmasdan oldinroq harakat qiling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha muammo bo'lsa, farzandning tug'ilgan sanasi, o'qish joyi, ta'lim shakli va o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Kunduzgi ta'lim bilan sirtqi yoki kechki ta'lim bir xil tartibda ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomada ta'lim shakli aniq yozilgan bo'lsin. Birinchi xato, hammasini oxirgi kunga qoldirish. 2026 yil 11-iyul yaqinlashganda hamma birdan idoralarga boradi, navbat ko'payadi, xodimlar yuklamasi oshadi. Bitta oddiy ma'lumotnoma uchun ham vaqt ketadi. Hozir tekshirtirgan odam yutadi. Ikkinchi xato, og'zaki gapga ishonish. Menga kerak emas ekan, qo'shnim topshirmabdi. Bank o'zi qiladi degan gaplar sizning holatingizga mos kelmasligi mumkin. Har bir pensionerning vaziyati alohida. Kimdadir nogironlik bor, kimdadir ishonchnoma, kimdadir chet el, kimdadir eski staj, kimdadir familiya farqi. 3-xato, hujjatlarni boshqa odam qo'liga berib yuborish. Asl pasport, karta, PIN kod, pensiya guvohnomasi va ishonchnoma juda ehtiyot qilinishi kerak. Yordam kerak bo'lsa, ishonch farzand yoki yaqin qarindosh bilan boring. Lekin hujjatni nazoratsiz qoldirmang. 4-xato, to'lov kelmasa jim kutish. Agar pensiya odatdagi sanada tushmasa, birinchi hafta ichida bank va pensiya bo'limiga murojaat qiling. Keyingi oy tushib qolar deb kutish muammoni cho'zadi. Sababini erta bilsangiz, tezroq hal qilasiz. 5-xato, noto'g'ri ma'lumot berish.
Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, oila bu haqda yashirmasligi kerak. Agar farzand o'qishni to'xtatgan bo'lsa, buni bildirish kerak. Agar nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, hujjatni yangilash kerak. Aks holda keyin ortiqcha to'lovni qaytarish majburiyati kelib chiqadi. Hurmatli tomoshabinlar, 2026 yil 11-iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala pensiya yo'qolishi emas, balki hujjatlar, ma'lumotlar va to'lov kanallari to'g'ri bo'lishidir. Men sizga asosiy fikrni yana bir bor aytaman. Pasport yoki ID kartani tekshiring. Bank kartasini yangilang, yashash manzilini aniqlashtiring. Ishonchnoma muddatini ko'ring. Nogironlik va o'qish ma'lumotnomalarini vaqtida tayyorlang. Rasmiy manbalardan aniqlashtiring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini bir papkaga yig'ing va qaysi joyda xato yoki eskirgan ma'lumot borligini tekshiring. Bu ish yarim soat vaqt olishi mumkin. Lekin keyinchalik bir oy sarson bo'lishdan asraydi. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qanday hujjatlar so'ralyapti? Bank kartasi yoki pensiya to'lovi bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni ko'proq o'ylantiryapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.